Bizni tushunchamizda, bizni qadriyatlarimizda, o'zbek madaniyatida inson vafot etgandan keyin ham esdan chiqarilmaydi. Vafot etgan odam bo'ldi, ketdi, yo'q bo'lib ketdi emas. Vafot etib ketgan ajdodlarimiz, bizdan oldingi ajdodlar sizni shu yerda o'tirishingizni ta'minlagan aslida. Ularning xizmati singan. Ular fikri bilan, mehnati bilan, o'zini ya'ni maslahati bilan bugungi kunlarni qurib ketishgan. Biz ular qurgan binoda nima qilyapmiz? Ta'lim olyapmiz, yashayapmiz. Baxt saodatni bir qanchasini ta'minlab ketishgan, uni mazasini ko'ryapmiz. O'sha bilan yelka-melka yashayapmiz. Shuning uchun nima qilish kerak? Har doim o'tganlarni eslab turishimiz kerak. Qaysidir kunni belgilab qo'yish ham bor. Masalan, bizda xotira kuni qaysi kun? Bugun qanaqa kun? 6-may, 3 kun bor ekan bizda. 9-kungacha eslamay turamiz, 9-kuni eslaymiz degan tushuncha yo'q. Ha? Har doim esingizda turish kerak. Nimaga? Yaxshilik qarz hisoblanadi. Sizga qilingan yaxshilik sizni qarzingiz hisoblanadi. Birinchidan uni o'zingizdan keyingilarga qarz ma'nosida o'tashingiz kerak. Sizga qilgan yaxshilikni qilgan odamlarni esdan chiqarmasligimiz kerak. Mana shuni nima deylar ekan? Xotira deyiladi.